60 dan ortiq davlatlarda hamshira sifatida ishlab, yaxshi daromad olishni istaysizmi? Unda bu imkoniyat aynan siz uchun. Angliyaning Pearson dasturi bo'yicha Afshona Aboli ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi yangi o'quv yilidan boshlab hamshiralik yo'nalishida xalqaro ta'lim dasturi bo'yicha o'quvchilarni o'qishga qabul qiladi. Pearson xalqaro ta'lim dasturi bo'yicha o'quvchilar an'anaviy nazariy darslardan tashqari amaliy ko'nikmalarga, real hayotiy vaziyatlarga va kasbiy faoliyatga tayyorlovga asoslangan innovatsion usulda darslar o'tiladi. Mazkur ta'lim dasturi asosida o'quvchilar 2 yil muddatda to'lov shartnoma asosida o'qib, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lib, ingliz tilini bepul puxta o'rganadilar. Pearson kompaniyasi tomonidan sizga taqdim qilingan diplom dunyoning 60 ta davlatida tan olinadi. Jumladan Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Germaniya, Niderlandiya, Fransiya, Singapur va boshqa rivojlangan davlatlarda tan olinadi. Va siz mazkur davlatlarda malakali hamshira mutaxassisi sifatida ishlab, 2,5 ming AQSh dollaridan kam bo'lmagan miqdorda oylik maosh olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mazkur ta'lim dasturi asosida abituriyentlar 11-sinfni tugatgandan keyin qabul qilinadi. Bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting.